Buyda namlıq əsərdəki Molla Tapqaq oyun xəlpitim zadı qandaq adam. Bəzilər onu nəhayət aqıllı, fənparasatlik, danışman bir müşavir desə, yeni bəzilər onu yaman niyeti var, qara niyet, yilgə, bir alayda artıqçılığım yox, quruq gəp setişini bildiğin bir kişi deydi. Bundaqda bu yer oyunun istidatı zadı barmı yox? Onun yaxşamanlığını keyrak ayrıylı. Endi bu yerga oyun o'ttirib chiqqanini qarasak, buning oila ma'lumot uchuri asosan yo'q. Buning ya ota-onasi, urug' tuqqanlari, aka-ochlari, hatto xotin bolalarım yo'q. O'z yolg'iz yakigona ma'u. Boshda musharik bir kanatdagi muallim, bir o'qituvchi bu. Mush kanatdagi kishilarning bolalarga 4 kitob 5 dasturdan ilm hikmat o'rgatadi, dars o'rgatadi. Endi oyun bu uşaq bolalarga dars o'tibdi. Istidati bormi yo'q degan vaqtda, uncha chiqqan vaqtda eliq bir dehqon bola kalitlab kelib oyundan maslahat so'raydi. Oyun ustoz, men yaqinda to'y qilganman, yaqinda yaqin meningki opam bilan ayolim ikkisining munosabati faqat yaxshi emas. Mayni qarsam opamkan, mayni qarsam xotinkan, o'ttirdi qisib turgan menkan, bu faqat bo'lmadi bu ish deydi. Endi bu yerki qiynana va kelin o'ttirsidagi ziddiyat, bu murakkab munosabat ayni shu tarixning oldidami bati. Hozirmi ba. Buningdan keyin davomli bo'ladi. Undaqda oyun bu yerda qandaq maslahat ko'rsatdi. Ham xotin kishilangan ashliq gipsaljiq. Opangning qishi turgan vaqtda opang tarafga turib qil. Va opa sizning to'g'ri debdi. Xotiningning qishida yolg'iz qolgan bo'lsa, va xotin seningmi to'g'ri, hamda qanday qilmaysiz opam yosh cho'ng bo'lib qolibdi deb xotining tarafga tutdi. Mush yaxshi chora desa, undaq bo'lsa bu opam bilan xotinim tanglab qolsa-chu desa, hamda bu vaqtda gachi bo'ladi. Ko'rgandim ko'rmasga, anglagandim anglamasga sevol deydi. Han taklif qilib baqsanglar, biz erlarga nisbatan eng yaxshi chora, eng aql hal qilish usuli ma'u. Elam asqatudu machora, ishonsang ishlatib beqinglar, nurg'un bosh og'rig'idan xoli bo'lib qolsizlar. Endi bu oyun bu yerda qarsak bir katta adib emas, ya bir tashrifdorlik imtihonida qatnashgan bir alyulalarga odam emas. Kim buning o'qigan, ko'rgan, bilgini nihoyat ko'p. Uning birinchi unvoni Davjo dervişlikten ta'lim olgan. Men buni Deyzon so'zlagan vaqtda degan. Yeni bu asar qarsak buning dervişlik nomi bor. Jaliyan Shenshon deb. Navot bu Davjo bo'lmagan bo'lsa, buning dervişlik nomi nereden keldi? Bu unda xolgancha qo'yib olgan nom emas bu. Iliq men bizning hozirgi do'yini chiqib ketgan o'sha hammasi xo'tallik palon milliy tibobatning varisi, hammasi imsoklik bilmi tuxum u bu. Erlik acizlik, ayollik acizliklar to'xtamay bir narsa aytayotgan, o'ziga nom berib olgan, ma'noga o'xshamaydi. Dervişlik nomini haqiqiy oldi. Ma'noga o'xshash xolgancha qo'yib suiiste'mol qilolmaydi ma'ni. Hamda asar qarsak, yana buning bu dervish bo'lib baqqanlikning yana bir muhim isboti Xibeylik Boztulpar Lujiyeni taklif qilgan heyliq bir tikoq dastlabki vaqtning o'zida bu yer bu dervishlik kiyimini kiyib, palchi ustan bo'lib bordi. Bu Luji yerga qanday qadam qaranglar, bu degan qo'l ilkidi bor, amal nomi bor, ham o'qigan, o'qimishli odam. Bundaq kishilarni aldash nihoyat tez. Endi buningga o'z odib kipla tasodifiy yolg'ondan bir o'yinni quyib qilsa qamlashtirolmaydi. Buning oldida chenib qoldi. Shuning uchun o'z eng pishiq, eng biladigan bir ishni buning oldiga aytqish kerak. Xuddi rostdaklar. Qarsak shuning uchun bu yerga o'yin bu bir darvishu paltusdan bo'lib kirgan vaqtda nihoyat ustulik bilan qilch tamtirab qolmay, hammishni voyga yetkazib bu Lujiyni to'liq ishontirib bu tikoga to'liq dars tutdi. Navada tünnügün bir gün koçada gidip berip öğünüp algan bolsa, manda qığılmaydı. Hamda zama oyunning dervishlikdan ne imarat öğrenganligini, nima uchun buni Molla Tapqaq oyun deydiganligini bildinglarmi? Hamda oyun bu yerda kim taqdan tushgandan keyin bu yerda bolalarga dars berib, yaxshi qilib, yaxshi yo'l bilan pul topamidi bu. Endi baqam shuning bilan bu yomon yo'lga kirishga boshladi. Jamiyatga qar yo'ldagi, qar jamiyat o'ynayotganlar bilan orilishga boshladi. Endi bu Ranoklar uch bilan yaqin bo'ldi. Lekin bir mezgildan keyin endi bu uchi bu oyun cho'ng bo'ldi. Yaxshi ko'rgan bilan ularga tayinib bir cho'ng ishlarni qilolmaydiganligini tunib yetdi. Chunki oyunning ko'ngilda bir ulug' maqsad va bir cho'ng ishlarni qilsak, yomon ishlarni qilsak deb o'ylaydi bu. Shuning bilan shundaq kunlarning birida bu endi Chavgay bilan tunishib qoldi. Endi oyun bu yerda nima ish qildi deganda, mana qar jamiyatkilarga qar yo'lni ko'rsatdi, qar aqlni ko'rsatdi, qar danishman bo'ldi. Bundaqda oyunning ko'ngildimi mushundaq bir buyuk maqsad bor ekan. Uning ustiga bu yerga Chavgaylar Yangshan chiqqan vaqtning o'zida Sungjang chiqishdan burun bu yerga oyun ikkinchi o'rinda o'tirgan. Undaqda Chavgay o'lgandan keyin nima uchun oyun ataman lavda bo'lmadi? Bu yerga oyunning birinchi atamanlik o'rinda o'ltag'isi yo'qmi? Lavdaligi yo'qmi acaba? Mazmunning davomi qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Keyingi sonda davomli so'zlayman.